Mana biz yangi quduqni boshlab oldik. Xudo xolasa olyapmiz. Qirg'iziston davlati o'z shahrida ko'lyapmiz. Shu holatga ketaver. Suv chiqsa ham bitta video qilamiz. Askar akalar ishni boshladik biz. Quduq ko'ylab suv chiqarish xizmati. Ustaga ishlayapti pastda. Bugun boshladik. 2 metrga qarab sekin ketyapti. Xudo xolasa 16-17 dan chiqadi deyapti. Ajomas. Chiqib qolsa shag'al. Chekkasiga bitta beton qo'yib yuboramiz. Davom etamiz shu bilan. Suv qochyapti. Zakaslar bo'lsa aytaverasizlar, olaveramiz.